Opasi ko'p yigit uylansa nimalar bo'ladi? Iye, keldinglarmi? Ha, bilaman bu safar qolib ketdik. Endi tez-tez kelib turamiz. Uylanganingdan keyin opalar emas, xotiningga komissiya kelganga o'xshaydi. Ha kelin, men qizli vaqtim sahar turib hamma joylar chinniday qilib qo'yardim. Ha? Opa turasizmi yo'qmi? Bunga kolonka ham foyda bermaydi. Ish qilib yaxshi ko'rgan ovqatlarni qilib beryapsizmi? Dimilaman yaxshi ko'radilar. Mastavani. Qatuli. Ukam menga qara, xotinchangni ish qilib boshimga chiqarib olganing yo'qmi? Ha, yo'q, opa, meni bilasiz-ku. Qara lekin. Poching qilyapti. Ha, o'zi 5 soat bo'ldi endi kelganimga. Buguncha ovqatingizni qilib yeb turing, o'lib qolmaysiz. Bugun kech boraman uyga. Menimcha, yangi kelinchayin narsalarini tutishni yomon ko'radigan qaynapalarni o'zi bo'lmasa kerak. Kelin bechara esa xuddi 3 takallali ajdahoni ko'rganday tuxi tovoniga tushib qoladi. Sardor aka, o'zingiz nimadir deyman, qo'rqaman. Ha? Nima qilyapsan? Ha, bu ham qolib ketmasin demoqchi edim. Kelin, chiqib qizg'anmayapsizmi? Yo'q, opajon, bemalol. Men eringizni burunlarini artib qo'yardim. Men cho'miltirib qo'yardim. Men o'zim ko'tarib katta qilganman. Ha. Opa, sen o'zi men bilan pashti tengsan-ku.